Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun ikki oyat haqida to'xtalamiz. Birinchi oyat Yunus surasining 92-oyati. Fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah va inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya'ni Alloh taolo Fir'on to'g'riliq deydiki, keyingilarga ibrat bo'lishing uchun bugun sening jasadingni dengizdan chiqarib qo'yamiz. Şəksizki nurgun kişiler bizden ayetlerimizden gafildir. Fir'on Musa aleyhisselam'ni qo'g'lash jarayonida askarlar bilan birga g'arq bo'lib tugashgan. Alloh taolo o'zining va'dasiga asosan uningki jasadini shu dengizdan sal egizroq yerga chiqarib qo'ygan ekan shu chog'da. 1898 yılı İngilizler Mısır'ın Suez kanalını şanı açqa vaxtıda şu cesetini tepip aldı aşağıdan. Bu cesetini tepip bu normal mumiyalanğan ceset oxşaydı dep şu muzeyxanaga apırıp qoydu şu çağda. Şundan keyin o saqlanıp turdu. 1980 yılları Fransiya hükümeti Mısır'dan Fir'on'un cesedini tədqiq qilish uchun Fransiyaga avatib berishini so'raydi. Mısır hükümeti bu talabga muvofiq kelib Fir'on'un cesedini Fransiyaga avatib berdi. Fransiya raisi ve ministrlari Fir'on'un cesedini Paris aerodromida xuddi tirik bir padişahını kutib olganda tantana bilan kutib oldi. Shu kutib olganlarning arasida professor doktor Maurice Bucaille bor. Maurice Bucaille 1920-yili 19 iyul günü Fransa'nın g'arbiy shimolidagi kichik bir shaharda Hristiyan diniga e'tiqod qilgan oilada dunyoga kelgan odam. Bu Afrasiya doktori, ya'ni mashhur doktor. Maurice Bucaille'ning tadqiq qilmoqchi bo'lgani boshqa tadqiqotchilarnikiga tubdan o'xshamaydi o chog'da. Chunki u Fir'onning qandoq o'lganligini bilmoqchi edi. Shu kuni oqshimi tekshirish natijasi chiqqan. Fir'onning jasadida tuzning qoldiqlari bayqalgan va uning cho'qim dengizda g'arq bo'lib o'lganligi aniqlangan. Lekin Maurice Bucaille javob topolmagan yana bir masala bor edi. U bo'lsa nima desa, jasad mumiyolanmagan. Uning ustiga bu mumiyolanmagan jasadning 3000 yildan ko'proq vaqtdan beri qandoq saqlanganligi. Başqa mumiyolangan jasadlardan mubak saq ayna turganligi, ya'ni. Bunga hayron qolgan. Shu arada navbatdagi tadqiqot guruhiga qatnashganlarning biri Maurice Bucaille'ning qattiq o'yga cho'kib ketganligini ko'rib, uning quliqiga musulmonlar Fir'onning dengizda g'arq bo'lib tugaganligini e'tiqod qildi dedi. Ammo Maurice Bucaille bu qat'iy to'g'ri emas. Mümkün emas bu. Mundaq bir kashfiyotninki faqat hozirgidek taraqqiy qilgan ilm-fan soyasida amalga oshadiganligi aniq. Bu musulmonlar 14 asr burunqi Qur'on Kerimda bu qanday yozilgan bo'ldi deydi. Shu vaqtda yana birisi uningga musulmonlarning Qur'onida Fir'onning g'arq bo'lganligini, bu uning jasadining salomat saqlanganligini so'zlaydigan oyat bor degandan keyin uning fikr xayoli texmi murakkablashib ketadi va o'zidan o'zi so'rashga boshlaydi. Bu jasad amdilar texi mundan bir asr ilgari 1898 yil bayqalgan bo'lsa, musulmonlarning Qur'oni bu voqeani mundan 13 asr burun so'zlayotgan bo'lsa, bu qanday gap? Arablarla emas, balki bütün insaniyat Mısır'da Fir'onlarning jasadlarining mumiyolanib saqlanganligini faqat bir qancha 10 yillar ilgari bilgan tursa, musulmonlar Fir'onning jasadining salomat ekanligini nereden bildi deb qoladi. Shu chaqda bu musulmonlardan birisi oyatni ko'rsatib qo'ydi. Ayetni ko'rsatib qo'ygandan keyin bu o'zining Injilga qarab, Injildimi shuni izlaydi. Injilda yozilgan ekan, Fir'on askarlari bilan dengizda tugashdi. Hammasi g'arq bo'lib o'ldi deyilgan, uning davomi yo'q. Jasadni saqlab qo'yganligi to'g'risida yo'q endi. Undan keyin bu Qur'on Kerimdagi shu oyatni talab qildi.
akilinglar deb aş oyatningki Fransızca tarjimasini o'qib, sening jasadingni saqlab qo'yamiz degan oyatni o'qib, bu hayron qoladi. Uning ustiga mumiyolanmagan. Bu mumiyolanmagan bir jasadningki bo'yinda bir saqlanganligi haqiqatan hayron qolarlik ish bo'lgan endi. Chunki Misrliklar milodidan burundan tortib, o'sha Fir'avnning zamonlarida va uningdan burunmi jasadlarni ayda mumiyolab saqlaydi ekan. Bizning Uyg'urlardan shu va milodiyadan burungi Uyg'urlar jasadlarni mumiyolab saqlaydi ekan. Masalan, ko'raran gözüli deymiz, yana boshqasi deymiz. Masalan, shu tepilgan ochiq jasadlar mumiyolangan jasadlar ekan. Bu shuningdan keyin bu qattiq o'yga cho'kib ketdi. Qattiq o'yga cho'kib ketib, keyin bu ishninki bir Allah'ning mo'jizasi bilan bo'lmasa, bunda tasodifiy bo'lib qolmaydiganligini. Bu mumiyolanmagan shunda turib, shunchalik saqlanganligini ko'rib, shu chaqda iymon etdi bu odamcha. Iymon etib, bu musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lib bir kitob yozdi. İncil, Tevrat, Kur'an ve ilimde. Bunun bu kitabı dünya boyunca 17 tilga tercüme kılınıp dünyaya taqıtıldı. Demek Kur'an-ı Kerim'deki şu möcüzesi bilen bu adam Müslüman buldu. Hem de ikinci ayet Hac suresinin 73. ayeti. Ya eyyühen nasu duribe meselun feslemi'u leh. İnnellezine ted'un min dunillahi la yahluqu zubaba ve la yectema'u lehu ve in yeslubuhumuz zubabu şey'en la yestenqizu minhu da'ifat talibu vel matlub dedi. İyi insanlar sizlerge bir misal keltirildi. Ona kulak silinglar. Şeksizki sizler Allah'ını koyup çoqunuvatgan narsalar hammasi yig'ilgan taqdirdimi hargiz bir tal chivinni yotolmaydi. Agar chivin ulardan bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ola olmaydi. Demak, talab qilguvchimi ojizdir deydi. Endi bu bir chivinningki elib qochgan narsani insonningki shuni qaytirib olishga kuchi yetmaydiganligini misal keltirib turib, shu sizlar cho'qinayotgan butlarmi shundoq hech kimga binas qilib bermaydi demoqchi hamda. Buningdan 80 yillar burun Saudiya Arabistonining Burayda degan bir yerda bir odam ayni sehrvozlikning kitoblarini ayni o'qib qo'ygan, ba'zi shuni so'zlab bergan kishilarga. Shuningki u 80 yil burungi Burayda degan Saudiya Arabistonda bakilqi vahobiylik kuchliq qattiqilqi shariatni qattiq yurgizgan bir vaqt ekan. Bu odamniki shu sehrvozlikning kitoblarini o'qiydi ekan, shunda kitobni saqlaydi ekan, shu to'g'risida gap qildi ekan deganni anglab, shu ulamalarga anglangandan keyin jazo qo'llanamiz buningda deb shunda tug'a vaqtida shuni anglab qilib, agar jazo qo'llansa balki uni o'lim jazosi berishi mumkin sehrgargacha. Shundan keyin u odam qochib ketgan Buraydadan qochib Makkaga berib, haramningki yanada bir muddao degan bir yavatda hozir chiqib o'tgan cho'ng bir do'kon, kan ketgan bozordi, cho'ng bozor. Bizning Uyg'urlarning do'koni bor deyshadi 20-30 yil burun. Hozir u yerni chiqib o'tganligimda. Shu yerda bir soat do'kon ochgan. Soat o'ngshashni bilgan bu odam. Bir soat do'kon ochgan. Har kuni azan chiqqanda masjidga berib, Masjid-i Haramga namozni o'qib chiqib, yana do'konni ochib ayda qildi ekan hamda. Bir kuni imom mush oyatni o'qiganimda. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innallazina tad'un min dunillahi la yahluqu zubaba wa la yajtama'u lahu wa in yaslubuhumuz zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu da'ufat talibu wal matlub. Yani iyi insanlar sizlarga bir misal keltirildi. Uni quloq solinglar. Shaksizki sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalar hammasi yig'ilgan taqdirdami hargiz bir tal chivinni yaratolmaydi. Agar chivin ularni bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ola olmaydi. Demak, talab qilguvchimi ojizdir degan oyatni imom o'qiydi.
bu Arab bo'lgandan keyin buni ma'nosini tushunadi. Shu oyatning chivin sizlarning binasini elib qochsa, uni tartib ololmaydi degan ya aqldan o'tmaydi, uning aqli qabul qilolmaydi. Ya bu chivin degan odamdan nimani ep qocha oladi? O chivin ep qatgan narsani bekim tatib olay deb kim mangdi aqisdan? Bu qanday gap deb bulab, ya bu Alloh taolaning kalomi subhanalloh tova. Buni aqlim yetmagan bilan Allohning kalomi haq, lekin mening tushunamadim ishani deb ütüdüke o deb. Şuna degan bir qancha yil o'tdi, bir qancha yildan keyin bu odamning dukkunga bir adam bir qimmat baholiq bir soatni ko'tarib kelgan, qo'l soatini. Kelib, "Mushu soatni o'ngshab bersa" degan. Degankin 10 riyalga o'ngshab bermoqchi ekan. 10 riyal degan ajoyib cho'ng pul hamdi o zamonda. 70-80 yil burun 10 riyal degan nayt cho'ng pul hamdi. O chaqda riyalning kichik qurushni xaylayotgan, halal xaylayotgan vaqtlarda 10 riyal birime, biroq bu bilemse bu emirinin saati. Abdullah bin Abdurrahman Ali Saud'ning. Abdullah bin Abdurrahman Ali Saud degan o'sha Saudiya Arabistonining qurg'uvchisi Abdulaziz Ali Saud'ninki ukisi ekan. Shuning saati bu. Saat naydi qimmat ali saat. Saat nemesi degandek o'ngshab bersa 10 riyalni bermen deb ketadigan u. Ketgan tamamen o'ngshab beradi. Ep qalgan. Ep qal bu odam soatni chuvdi. Chuvgandan keyin o soatninki mixlari intayin kichik ayni. Nayt kichik intayin kichik endi. Endi buni ma o Atürkida, shu Atürkida endi ajit deb ashina onundakini endi onu qurashtirib endi qitgan gap endi. Endi hozirgi Atürklarninki bundaq magnitlik nimasi bor-da, o mixni yuzi bundaq tutib turdi. Tüpüskü bu da bassa mixni yüzü alıdı, mix uçudu turdu, geçip ketmeydi. Uçaqda andaq emas, addi bo'lgandan keyin bunun bir usuli bor ekan. Bir shilim bundaq tümini tutgan shilimni qilib qap, shilimga ma o Atürkininki uçini tekkizib, onunkin mixni aladi ekan. Mixni olgandan keyin onun uchidan mixni tutib, o mix yo'qolib ketmaydi ekan hamda. Shundaq qilib tursa Şunda qilib mixni menga sug'urib qap tursa, bir dona chivin kelib, nimaga, shilimga bir chaplish etgan. Shilimga chaplashib bulab, yerning uyqusi kelib, mixning ustiga qo'nab, mixni ep qishib ketgan. Kichik mix hamda u. Chivinninki qanoti nimasiga shilim bo'lgandan keyin, shilim tegib shu shilimga chaplashib mix ketgan. Chivinni qo'g'layotgan bu odam. Uyning ichida qo'g'laydi, talog'i chiqdi, shuning bilan chivinni qo'g'lab yurib, ko'z oldida chivin yo'qolib ketdi. Shuni ishqalisga chiqib chivinni qo'g'lab o'tirganda qo'shnisi, "Voy, nima bo'ldingiz? Nima ish qilyapsiz siz? Chivinni qo'g'layapman" degandan zangli qilib kulib ketgan qo'shnisini. Shuni bilan ashunda qilib, u izlab boqdi, to'xtab boqdi, u chivinni zaten topolmaydi. Mix yo'q hamda. Qimmatli bir soatning ichidagi mix yo'q hamda. Endi aşı mixni samisi bo'lmaydi hamda soatni o'ngshab turgan shu. Ham bu odatki bir odamning soati emas, ham hukmdorning, hamda emirning soati. Ana qanday qilay deb beshi qetib bu odamning soatchilarning qishqi bordi. Soatchilarning qishqi berib, "Ay, shunda ma soatning kemini bir dona mixini yuturib qo'ydim, menga mixi kerakdi" degandan keyin ular bizda bu soat yo'q, ammo paloni soatchida bital bo'lmuş soatdan. Mushu bozor uncha bital bor. Nayt qimmat ali saat bu. Belki shuningda mixi bo'lishi mumkin berib baq degandan keyin basa, bakan u odam 9 riyalga sotaman degan. Maqilab 9 riyalni berib ash mixni elab, kelib soatga mixni selib, u soatni sog' salomat amirga topshirib bergan. Shundan keyin shu odam shunda deydi ekanki, men shu oyatni chivin ep qichib ketgan narsani aqisdan qo'g'lab qaytirib alamaydı degan oyat kallamdan o'tmabdi. Meni hamda uningga bo'lgan iymonim haqiqiy tushunib ketdi. Qat'iy unutmayman bu voqelikni deb oyatga bo'lgan iymonim qaytadan yangilandi deb so'zlab bergan ekan, bir ulamaga so'zlab bergan ekan. Shuni bilan bu odam 9 riyalga o kichik bital mixni elib, shu soatni o'ngshab bergan. Soatni o'ngshab berganga aram bu odamga 1 riyal qilib qoldi ekan. Ammo hayotda shunday bir dars oldiki, iymoni şunu olan imanın kamil to'liqlanadi ekan. Ya'ni imanın kuchlanadi ekan shuni olan. Bu da bir qissa, bo'lgan voqelik.